Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchi aziz kuzatuvchilarimiz, bemorlarimiz, otaxon, onaxonlarimiz va bizning shogirdlarimiz. Mana kechadan beri kelgan ayrim savollar jihatdan mana shu videoni taqdim qilishga ahd qildim. Demak, menga ko'plab savollarda bundoq demak mulohaza savol berilyapti. Bu domla botlarning qariyalarda, yosh kattalarda nisbatan yosh katta uchraydigan, ko'p tarqalgan botning turi osteoartrit, uni asorati artroz haqida, uni bo'g'im tiklashning asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumot bersangiz, mana shunga bugun bag'ishlayman. Albatta, osteoartritlar va uni asoratlari ko'rinishda namoyon bo'ladigan artrozlar 50 yoshdan kattalarga juda ham keng tarqalgan. Men aniq yilni adashmasam, 20-yil biz Toshkent shahrida mana shunga atilgan konferensiya tashkil qildik, MDH mamlakatlari va osteoartritlarga aniq nom tasnif berdik. Ya'ni tushuntirish berib, uning fenotiplarini qabul qildik. Ya'ni ko'rinishlarini. Bu posttraumatik osteoartrit, yallig'lanish osteoartriti, osteoporotik osteoartrit, bu qariyalar osteoartriti, senilniy osteoartrit, metabolik osteoartrit va demak ayollarimizda bo'ladigan disgormonal postklimatik osteoartrit va ularning aralash turlari. Mana shunaqa 6 ta fenotipi qabul qilindi. Artrozlar uni asorati sifatida doimo osteoartrit yozilganda, fenotipi yozilib, tashxisda uning artrozi ko'rsatilishi kerak, darajasi. Demak, ozgina tushuntirish berishim kerak. Demak, osteoartritlar bu o'rta, katta bo'g'imlarda, kichik bo'g'imlarda boradigan erozif, degenerativ mahalliy auto yallig'lanish protsessi. Shundoq, buning klinik, men ko'proq Amerika va Yevropa revmatologlarining amaliy klassifikatsiyasini keltiraman, tasniflari, davo turlarini ilmiy emas, xalqqa tushunarli bo'lishini, oddiy bo'lishini. Demak, buni 6 ta turga demak quyidagi demak klinik kechuv namoyon bo'ladi. Bu tugunchali bo'lmagan, erozif va aralash. Demak, bu bir-biriga aniq chegara emas, bir-biriga qo'shilib ketishi mumkin. Tugunchalik kichik bo'g'imlarda boshlanadi. Kichik bo'g'imlarda qo'l, oyoq bo'g'imlari eng pastki, eng oxirgi barmoq bo'g'imlarida boshlanadi, tugunchali. Keyin tepa bo'g'imlarda paydo bo'ladi. Bu yerda demak shunaqa tugunchalar paydo bo'ladi. Bu tugunchalarning revmatik tugunchalar farqi shuki, bu tugunchalarda ham demak har xil tuzlar, lipidlar, lipoproteinlar va tuzlar yig'ilgan bo'ladi. Yallig'lanish alomatlari bilan, limfositlar bilan bular kattargan sari bular bo'g'im bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bo'g'imda o'sha destruktiv, degenerativ, ankiloz va vuyviqlarga olib kelishi mumkin, egriliklarga, xuddi poliartritda ko'rinishga ega bo'lib qolishi mumkin. Demak, bo'g'im bilan bog'liq bo'ladi bular. Tugunchasiz formalari o'rta va katta bo'g'imlarda bo'ladi. Bular yallig'lanishlar bilan kechadi. Biz ko'p ko'ramiz buni. Tizzada, yelkada, son chanoqda. Va erozif ko'rinish. Erozif ko'rinish juda tez rivojlanadigan formasi bo'ladi. Buni asset mikroblar farqlashimiz kerak. Va aralash turlari. Bu nisbiy olingan shunaqa 4 ta ko'rinishi. Endi buni stadiyalari, bosqichlari bor. Osteoartritlarning 4 ta bosqichi bor, juda oddiy. Birinchi bosqichda bu demak eroziyalar yo'q, bo'g'imning ustki gialin tog'ayi saqlangan va gialin xirashining qalinlashuvi joy-joyi bilan kuzatiladi va ozgina bo'g'im orasidagi masofa o'zgargan bo'ladi. Ikkinchi darajasida eroziyalar periferik paydo bo'ladi.
eroziya paydo bo'lib, demak unda osteofitlar bitta ikkita ko'rinadi. Periferik joydan boshlanadi, bo'g'imning atrofidan boshlanadi osteoartrit. 3-darajasida bular ustki gialin tog'ayni buzib, osteofitlar o'sib chiqadi. Ya'ni noto'g'ri joylashgan suyakning o'sha osteoblastlari va xandroblасtlari strukturasi noto'g'ri bo'lgan suyakni o'sib chiqishga olib keladi. Bo'g'imning ustidagi demak silliq gialin tog'ay yo'qolib, o'rniga o'sib chiqadi va harakat cheklanadi. Uchinchisida bular ko'p bo'ladi. O'sha 30%, 40% periferik aylanmasiga joylashgan bo'ladi. To'rtinchisida demak yallig'lanish alomatlari bilan boradi va bemorda harakat cheklangan bo'ladi. Artrozning shunga to'ppa-to'g'ri 4 ta darajasi bor. Birinchi, ikkinchi darajalarda demak rentgenda, MSKda demak bo'g'imda o'sha eroziyalar va osteofitlar va bo'g'imning kongruent demak bir-biriga yuqori bilan pastga bir-biriga moyilligi o'zgarmagan bo'ladi. Ikkinchi darajasida o'sha o'zgarish paydo bo'ladi. Qattiqlashuv va eroziyalar va o'sha yuqori bo'g'imning joyi bilan uning o'zim bo'g'imning boshini ikkalasining kongruentligi buziladi deyiladi. Shunaqa g'arb meditsinasida. Uchinchisida harakat cheklangan bo'ladi, yallig'lanish alomatlari paydo bo'ladi va eroziyalar kongruent buzilgan, osteofitlar juda ko'plab namoyon bo'ladi va og'riqlar kuchaygan bo'ladi. 4-darajasida umuman harakat cheklanib qolishi mumkin. Shuning uchun ham birinchi, ikkinchi darajasi artrozning osteoartritning demak ikkinchi, uchinchi darajasiga to'g'ri keladi. Shundoq. 3-chi, 4-chi darajasi artrozning bu travmatologlarni birga davolash to'g'ri. Demak, tushuncha bu tushunarli. Qanday davo qilsak, bu bo'g'imda bo'layotgan bunaqa destruktiv o'zgarish artrozlar, artritlari to'xtatishimiz mumkin. Demak, birinchi eng asosiy demak osteoartritlar davolashdagi ijobiy natijaga erishish, bo'g'imda bo'layotgan proses to'xtatib insonning demak tuzalishga, bo'g'im tiklanishga olib keladigan demak birinchi ishimiz, agar bu kuchli artroz bo'lib yedirilib ketgan bo'lmasa, 3-4 artroz bo'lmasa, unda birinchi bu sababini aniqlash. O'sha biz aytgan osteoartritdagi fenotiplarni aniqlash. Nimadan bu? O'sha demak travmadan keyinmi, yallig'lanishdan keyinmi, osteoporozdan keyinmi, endokrin o'zgarishlardan keyinmi, disgormonal, metabolik o'zgarishlar degani bu qandli diabet, semizlik bular aniqlashimiz kerak. Mana shuni aniqlab, bu ahamiyati katta hisoblanadi. Demak endi bunda ikkinchi sabab artroz darajasini ko'rish kerak. Artroz darajasi MSKda MRT qilinishi kerak. O'zida yumshoq to'qimalar, yallig'lanish alomatlari ko'rinadi, artrozda yedirilish darajalari ko'rinadi. Juda katta. Erta to'liq davoni boshlash, uzoq davom tushuntirishimiz kerak. Osteoartritlarda davo uzoq davom etadi, kamida 1 yil. To'rtinchisi bu yallig'lanishni ushlab turadigan interkurrent infeksiyalar bor. Tomoq, nafas yo'llari surunkali, gaymarit, surunkali tanzilit, buyrak, siydik yo'llari yallig'lanishlari, mana bularga e'tibor qilish kerak. Surunkali har qanday infeksiya bu osteoartritni davolashga xalaqit beradi. Nega deganda mahalliy yallig'lanish elementlarini saqlab turadi. Biz aytdik-ku, mahalliy autoimmun yallig'lanishi oqibatida bo'layotgan proses. Demak, endi agar mahalliy yallig'lanish kuchli bo'lmasa, sinovid yallig'lanish alomatlari kuchli bo'lmasa, unda biz fizioterapiya erta boshlash juda ham ahamiyatli. Fizioterapiyada har xil fizioterapiya bor. Buni shifokor, davolovchi shifokorimiz aytadi. Keyingisi erta LFKni boshlash, lechimli fizkultura, bo'g'imlarda harakatda, agarda yallig'lanish alomatlari kuchli bo'lmasa, yallig'lanish alomati bo'lmasa. Endi bu asosiy 5 ta faktorni aniqladik. Buni qilish qiyin emas. Shifokorlar yaxshi biladi. Oilaviy shifokorlar ham, travmatologlar va revmatologlar, ayniqsa osteoartritlar revmatologlarning asosida olib boradi. Asoratlashsa travmatologlar hisoblashadi. Demak, bitta ham diagnostikaga ham davolovchi demak
artroskopik jarayonlar amaliyot deb aytish kerak. Buni travmatologlar qiladi. Agar bo'g'imlarda destruktiv kuchli protezlar bo'lsa, o'sha har xil tog'aylar, pannuslar, meniskopatiyalar bo'lsa, unda albatta travmatologlar kelishib o'sha osteoskopik demak amaliyotlar qildirsa mumkin. Kichkina teshikda qilinadi. Osteoskopik mayda operatsiyalar qilinadi. Shuning uchun bizlar bularga ishni yopmang iltimos. Demak, mana shularga biz e'tibor qilishimiz kerak. Bular juda oddiy, bular qilinadigan narsa. Endi maqsadga erishish uchun bundan tashqari bizlar maqsadga erishish uchun demak davolar to'g'risida gapirishimiz kerak. Eng birinchi davo bu nosteroid yallig'lanishga qarshi bo'lgan vositalarni tanlash. Bu juda ham ahamiyatli. Agar yallig'lanish kuchli bo'lsa, demak kuchli ta'sirga ega bo'lgan yallig'lanishga qarshi nosteroid preparatlarni tanlaymiz. Agar yallig'lanish kuchsizrog'ini. Shuning uchun o'sha diklofenakdan boshlab, indomitacin, ibuprofendan boshlab kaksiklar beriladi. Kaksiklar qisqa berilib, keyin boshqasiga o'tsa bo'ladi. Bu juda ahamiyatli. Mahalliy hozir gellar paydo bo'lgan, NPVS gellar. Bularni ham mahalliy qo'llash mumkin. Agar yallig'lanish kuchli bo'lmasa, yallig'lanish katta bo'lmasa, unda mahalliy qo'llashga yaxshi natija beradi. Eng asosiy davo gruppasi bu albatta kasallikda demak beriladigan SISADO gruppasi. SISADO gruppasi ikkiga bo'linadi. Bu inyeksiyon ukollar bilan qilinadi. Faqat untirmushni mushak orasiga va ichishga berilgan. Ikkalasini birga qo'llash mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Oshqozon ichakda ichki jarayon berish mumkin. Bu nima? Bu siz o'sha ittifoq vaqtdan yaxshi biladigan Romalon, Alfiltop, hozir Drastop, Handramid, Handrakarb degan inyeksiyalar bor. Hammasi tog'aylardan yuqori katta shoxli mollar tog'aylardan olingan. Bular hammasi glikozamin, o'sha xandratin sulfatga o'xshagan ta'sirga ega. Undan 10 barobar, 5 barobar kuchli ta'sirga ega. Shuning uchun buni yallig'lanish bo'lmaganda ishlatiladi. SISADO gruppasi tog'aylarda bo'g'imlar tiklaydigan dorilar yallig'lanish kuchli bo'lmaganda ishlatiladi. Yallig'lanish bo'lganda foydasi yo'q. Mahalliy yallig'lanishlar aytdik-ku, autoimmun mahalliy osteoartritlar. Demak, glikozamin va xandratin sulfatga o'xshagan Teraflex, boshqa dorilar juda ko'p hozirgi kunda har xil nomlar bilan aytiladi. Bularda demak refleks, boshqa nomlar qo'llash uzoq davom etadi. Uzoq, o'rta dozada uzoq qo'llaydi. Ikkovini birga qo'llash mumkin, inyeksiyon va buni. Demak, SISADO gruppasi bo'g'imlar tiklash dorilar tushunarli bo'ldi. Endi keyingi guruh bu kuchli yallig'lanish bo'lganda 2 va undan oshiq bo'g'imlarda sinovid yallig'lanish kuchli bo'lganda osteoartritlarda unda biz kasallik modifikatsiya qiladigan dorilar, o'sha boshqa reumatoid artrit, boshqa artritlarda berish mumkin bo'lgan dorilar berishga majbur bo'lamiz. Bular o'sha liflinamid, o'sha demak sulfasalazin, plaquenil, gidroksixloroxin buni qo'llashga to'g'ri keladi. Bularni qo'llashga 7 o'lchab qo'llash kerak. Nega deyamda qisqa qo'llaymiz? 1 oy, 2 oy, 3 oyda ziyod qo'llanmaydi. Endi alohida gruppa turibdi, diaterin gruppasi, Diaflex. Bular yangi gruppa, bular oxirgi 10 yil, 15 yilda paydo bo'lgan, lekin hozir rivojlanib boryapti. Yangi turlari paydo bo'lyapti. Kuchli uzoq ta'sir qiladigan. Bular 50 mg dan 2 mahal beriladi. Diaterin 2 xil ta'sirga ega. Bir tomondan NPVS ga o'xshab ta'sir qiladi. Ya'ni nosteroid yallig'lanishga qarshi. Ikkinchi tomondan bular xuddi demak SISADO gruppasida xandratin boshqaga o'xshagan ta'sirga ega. Glikozamin ta'sirga ega. Shuning uchun ham eng kuchli ta'siri buning yallig'lanishga qarshi. Demak, interleykin 1 limfatitlar o'choqda, bo'g'im yallig'lanish o'choqda ishlab chiqayotgan interleykin 1 bloklaydi. 16 ni ham bloklash haqida ma'lumotlar bor. Kuchli yallig'lanishga qarshi bo'lgan vosita. Buni birga qo'llash mumkin. NPVSlar bilan qo'llashga o'ylab ko'rish kerak. Agar bemorda ves katta bo'lsa qo'llash mumkin. Asoratlar ko'p bo'lmasa. Demak, buni
modifikatsiya qilish dorilarini qo'llash mumkin, yallig'lanish qarshi vositalarni qo'llash mumkin. Buni albatta o'ylab qo'llash kerak. Diatsirin men ko'p ishlataman. Juda ham yaxshi dori. O'sha agarda sesada gruppasi boshqasini qo'llaganda oshqozon ichakka ozgina o'sha diskomfort berishi mumkin. Keyingisi bu gormonal dorilar. Albatta steroid gormonal dorilarni qisqa qo'llash mumkin. Qachonki bemorning bo'g'imida yallig'lanish alomatlari kuchli bo'lsa, suv yig'ilishi, og'riqlar, o'sha 5 ta yallig'lanish alomatlari kuchli, 3 ta 4tasi namoyon bo'lib, kuchli bo'lsa qo'llaniladi. Mahalliy qo'llash artroz darajasiga bog'liq. Agar artroz darajasi yuqori bo'lsa, mahalliy qo'llaganda glyukokortikoidlar, kinolog, diprospanlardan effekt, septospanlarda effekt juda kam bo'ladi. 3-4-larda artroz asorat bersa, artritlar buni effekti bo'lmaydi. 1-2 darajada mumkin. Suvda olgandan keyin tekshirishga yuborib, o'sha yerga yuboriladi. Diprospan, septospan 2-3 oyda bir marta ko'p qilish mumkin emas. Buni ham asoratlari bor. Uzoq ta'sir qiluvchi glyukokortikoidlar bular. O'sha asosan ular tarkibi gidrokortizonga o'xshagan. Shuning uchun ham bular tabiiy uzoq ta'sir qiluvchi xususiyatga ega. Mana shunday joyi bor. Endi yana bir gapiradigan gaplar bor. Albatta, yallig'lanish elementlari bo'lganda jismoniy harakat cheklash kerak. Bo'g'imda immobilizatsiya, ya'ni natkolenlik fiksatorlar berish kerak. Va bemor albatta ishlamaslik kerak. Og'rish bilan shug'ullanmaslik va o'sha ishga loyiqasizlik, больничный listda bo'lish kerak. Shunday ahamiyatga ega. Bundan tashqari bemorda bo'layotgan fonoviy kasalliklar. Demak, o'sha jigar kasalliklari, gepatitlar bor yo'qligi, qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi, bular hisobga olish kerak. Даже yoshlarda zotlarga. Nega deganda bu katta ahamiyatga ega. Ayniqsa og'irlik, ves og'irligi, semizlik daraja 40 dan oshiqligi, defitsit vesa og'irlik yetishmasligi, ozg'inlikning 15 dan indeks massasi 15 dan pastligi ham ahamiyatga ega. Mana bular hisobga olish kerak. O'sha 4 ta gruppa dorini to'g'ri qo'llash kerak. Yana takrorlab aytaman. Yallig'lanish qarshi vositalar hozir juda ko'p bo'ladi. Nosteroid. Bular demak sesada gruppasi. Kasallik modifikatsiya qiluvchi dorilar va demak gormonal dorilar va boshqa rassasiychi dorilar ham qo'llaniladi qachonki yallig'lanish olgandan keyin. Bu juda katta ahamiyatga ega. Osteoartritlar qariyalarda juda ko'p uchraydi. Yosh o'tgan sari uni ko'payib boryapti. Mana shunga ahamiyatli bo'lishingizni istayman. Albatta osteoartritlarda ikkilamchi reaktiv artritlardan farqlash kerak. Ya'ni infeksiyalar rolini aniqlash kerak. Infeksiya bu yerda interkurrentmi? Ya'ni boshqa organdan faqat ozgina ta'sir qilib, o'sha immuniy sistema orqali ta'sir qilib yallig'lanib ushlab turibdimi yoki sababchimi degan savollarga javob berish kerak. Buning uchun ham ikkilamchi artritmi, osteoartritmi? Artroz darajasi hal qilish kerak. Shuning uchun artroskopik diagnostikalarga ham hozirgi vaqtda keng yo'l qo'yilgan. Hamma klinikalarda, travmatologiya klinikada bu amalga oshiriladi. Shuning uchun ham albatta e'tiborli bo'linglar. Osteoartritlardan to'liq tuzalib ketish mumkin 1-2 darajasida. 3-darajasida ham osteoartrit agarda artroz 3-darajaga o'tgan bo'lmasa. Shunda tog'ay to'liq tiklanadi, bo'g'im to'liq tiklanadi. Faqat uzoq davomida 2-3 ta gruppadan dorilar tanlab berilishi kerak va past doimiy nazoratda turish kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollaringizni beringizlar menga. Osteoartritdan tuzalish mumkin, zarur. Bu eng yaxshi natija beradigan, demak, men kasallik deyman va o'z vaqtida, eng asosiy o'z vaqtida murojaat qilib davolanish kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Savollar kutib qolaman.